Mana koreyalik 72 yoshli ukamiz mana shu mahsulotni iste'mol qilib mana shu darajada yuribman. Har doim sog'lomman, har doim ishlay olaman, ishda charchab qolmayman, mutlaqo sog'lom insonman deb turibdi. Tavsiya qilyaptiki, aynan shu mahsulotni olgin deyapti. Koreya bo'yicha ham birinchi o'rinda, bundan zo'r hali jenshin chiqqani yo'q deb turibdi. Mana bu ayol ekan, ayoli ham misol 62 yoshli ayoli ham har doim shu mahsulotni iste'mol qilaman deyapti. Aynan shu mahsulotni olib iste'mol qil va sog'lom yurgin. 100% sog'liqning garovida bu mahsulotni deb qaragan. Har doim chiroyli bo'lib yurishni ta'minlaydi deyapti. Jenshin turi juda ham ko'p ekan mana shu do'konda misol. Qarang. Mana choylari ham bor. Choylari ham juda foydali mahsulot. Choylardan ham zakaz bersanglar olib beraveramiz, muammo yo'q. Baribir lekin mana bu bankaligiga yetmaydi mana bu 365 mahsulotiga. Chunki bu universal. Bu yerda juda ham turli xil jenshin bor. Почти 100 xil turdagi jenshin